Hozir tamoqlarimizning no'chisini yig'ib, kech tarafda tamoq yetgan bo'lib oldik. Kech tamoqlarninki bak mo'l ulab ketishi, yuqori energiyada ulab ketishi sababidan bizda har xil so'zilma xatir kasalliklarning paydo bo'lishi kunni-kunga ko'payyapti. Endi unda kech tarafda nihoyat yuqori energiyali tamoqni yeb olsak, bizningki kunduz kunlikda jigar degan a'zoyimiz kunduz kunlikda may parchalamaydi tuqqanlar. Bu kech tarafda parchalaydi bu. Kechasi uxlagan chog'imizda may parchalaydi. Kunduz kunlikda may parchalamaydi. Shunga kech tarafda bak yuqori energiyalik, mayliq, tuzliq tamoqlarni ko'p iste'mol qilib olsak, jigarninki besimi xizmat istozi bak yuqorilab ketganligi sababidan bu mayni parchalab bo'lolmay şu qanda may ko'p, qon quyuq, yuqori qon besim, diabet, tajisimon yurak kasali deganga o'xshash nurg'unlagan kasallik giribtorlab qolyapmiz. Shunga amal bor kech tarafda bak no'ch tomoqni yeyolmayli, bak quvvatlik yeyolmayli, bak tuzliq tomoq yeyolmayli. Agar biz mushu kech tomoqimizni yaxshi kontrol qila olsak, qandagi mayni eritadigan, jigardagi haroratni pasaytiradigan, yurak ming'idagi to'solni ochadigan dorini yeyishning asas jihatdan hojati qolmaydi tuqqanlar. Shu kech tarafda buning so'rig'i to'lib berib bilish, ham kech tarafda quvvatli tomoqlarni ko'p iste'mol qilish sababidan bizda men yuqorida gap o'tganga o'xshash nurg'unlagan kasalliklar kelib chiqyapti.